Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntiraman. Gaz hisoblagich tekshiruvi, plombalar qarzdorlik, dalolatnoma 7-500 ming so'mgacha jarima masalasi. Bu mavzu har bir xonadon egasiga tegishliga. Chunki ko'pchilik odam gaz hisoblagichini oddiy temir quti deb o'ylaydi. Lekin aslida shu hisoblagich atrofidagi bitta xato katta qarz, jarima, sud, ijro ishi va hatto uy-joyingizga xavf tug'dirishi mumkin. Men bugun vahima qilish uchun emas, aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Gaz xodimi keldi, hisoblagichni tekshirdi, plomba buzilgan dedi, dalolatnoma tuzdi. Keyin bir necha million so'm qarz chiqdi. Bunday holatlar juda ko'p uchrayapti. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta noto'g'ri imzo yoki bitta beparvo javob odamni o'ylar davomida muammo ichida qoldirishi mumkin. Avval vaziyat qanday edi? Oldin ko'p xonadonlarda gaz hisoblagichi yillar davomida turardi. Gaz xodimlari kelib ko'rsatkichni yozib ketardi. Ba'zida plomba tekshirilardi, ba'zida esa umuman e'tibor berilmasdi. Odamlar ham hisoblagich ishlayapti-ku bo'ldi deb yuraverardi. Lekin hozir tizim ancha qattiqlashdi. Elektron baza, abonent hisoblari, eski qarzdorliklar, plomba holati, hisoblagichning metrologik tekshiruv muddati, noqonuniy ulanishlar, gazdan foydalanish qoidalari alohida nazorat qilinyapti. Eng katta o'zgarish shundaki, hozir gaz tashkilotlari ko'p hollarda faqat oylik ko'rsatkichga qarab qolmayapti. Ular hisoblagich qachon o'rnatilgan, qachon tekshiruvdan o'tgan, plomba raqami bazadagi raqamga mosmi, hisoblagichga tashqi ta'sir bo'lganmi, gaz quvurlarida yashirin ulanish bormi, shularni ham tekshiradi. Oddiy odam esa buni ko'pincha bilmaydi. Natijada gaz xodimi kelganda odam tayyor bo'lmaydi, hujjatini topa olmaydi, dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin esa nega menga 7500 ming so'm hisoblashdi deb hayron bo'ladi. Men doim aytaman, gaz hisoblagichi bo'yicha eng xavfli narsa faqat jarima emas, eng xavfli narsa hujjatsiz, isbotsiz va shoshma-shosharlik bilan qilingan harakat. Chunki jarima yoki qo'shimcha hisob-kitob keyinchalik qarzdorlik sifatida bazaga tushishi mumkin. Qarzdorlik vaqtida to'lanmasa, gaz uzilishi mumkin. Keyin sudga da'vo berilishi mumkin. Sud qarori ijroga tushishi mumkin. Ijro organlari esa qarzdorning mol-mulkiga taqiq qo'yishi, bank kartalarini cheklashi, ayrim holatlarda ko'chmas mulkka nisbatan ham choralar ko'rishi mumkin. Shuning uchun kvartirani yo'qotmaslik deganda men aynan shu zanjirni nazarda tutyapman. Bitta dalolatnoma, keyin qarz, keyin sud, keyin ijro, keyin mol-mulkka cheklov birinchi muhim narsa. Hisoblagich sizning xonadoningizda turgani bilan u bo'yicha qoidalar faqat siz xohlagandek bo'lmaydi. Agar hisoblagich plombalangan bo'lsa, plombani o'zboshimchalik bilan yechish, hisoblagichni joyidan silitish, quvurga aralashish, gaz uskunalarini mutaxassissiz ulash katta muammo keltiradi. Hatto siz yomon niyat qilmagan bo'lsangiz ham hujjatda bu qoidabuzarlik ko'rinishida yozilishi mumkin. Masalan, bir odam oshxonasini ta'mir qilmoqchi bo'ladi. Usta keladi, gaz plitasini boshqa joyga suradi, quvurni biroz o'zgartiradi, hisoblagich yondagi ulanishga tegadi. Uy egasi ustam biladi deb o'ylaydi. Oradan 2 oy o'tib gaz xodimlari tekshiruvga keladi. Plomba joyida, lekin quvur sxemasi avvalgidek emas yoki ulanishda shubhali holat bor. Dalolatnoma tuziladi. Uy egasi men o'g'irlamadim deydi. Lekin muammo shundaki, gaz tizimiga ruxsatsiz aralashilgan. Bu yerda niyatni isbotlash qiyin. Hujjat esa qoidabuzarlikni ko'rsatadi. Ikkinchi muhim narsa metrologik tekshiruv muddati. Hisoblagichlar abadiy ishlaydigan narsa emas. Ularning belgilangan tekshiruv muddati bo'ladi. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, ko'rsatkich bo'yicha bahs chiqishi mumkin. Ba'zi odamlar hisoblagich aylanib turibdi-ku deydi. Lekin masala faqat aylanishda emas. Hisoblagichning aniqligi davlat metrologik tartibida tasdiqlangan bo'lishi kerak. Agar tekshiruv muddati o'tgan bo'lsa, gaz tashkiloti sizdan hisoblagichni tekshirtirishni yoki almashtirishni talab qilishi mumkin. Uchinchi muhim narsa plomba. Plomba oddiy ism yoki qo'rg'oshin emas, u dalil hisoblanadi. Plomba raqami, holati, qaysi joyga qo'yilgani hujjatda bo'lishi kerak. Agar plomba singan, uzilgan, almashtirilgan yoki raqami mos kelmasa, gaz tashkiloti buni juda jiddiy qabul qiladi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Odam uy sotib olgan, hisoblagich joyda gaz kelib turibdi, lekin eski egadan qolgan, plomba hujjati yo'q. Keyin tekshiruvda plomba raqami bazadagi raqam bilan mos kelmagan. Yangi egasi men buni bilmaganman deydi.
Ammo gaz tashkiloti abonent sifatida javobgarlik sizda deyishi mumkin. Shuning uchun uy sotib olayotganda faqat kadastr va oldi sotdi shartnomasini emas, kommunal xizmatlar bo'yicha ham holatni tekshirish kerak. Men birinchi navbatda uyini yaqinda sotib olganlarga alohida ogohlantiraman. Agar siz kvartira yoki hovli sotib olgan bo'lsangiz, gaz bo'yicha eski qarzdorlik hisoblagich holati, plomba raqami, oxirgi tekshiruv sanasi, shartnoma kimning nomida ekani, bularning hammasi tekshiring. Notariusdan o'tdim. Demak, hammasi toza deb o'ylamang. Notarius ko'chmas mulk bitimini rasmiylashtiradi, lekin gaz hisoblagichining plomba raqamini siz uchun tekshirib bermaydi. Ikkinchi xavf guruhi ta'mir qilayotganlar. Oshxona, isitish tizimi, gaz plitasi, kolonka, kotel, guvur, hisoblagich joylashuvi o'zgarsa, albatta gaz tashkilotiga murojaat qilish kerak. Usta hech narsa bo'lmaydi desam, keyin dalolatnoma sizning nomingizga tuziladi. Usta ketadi, siz qolasiz. Men odamlarni shunga chaqiraman. Gaz uskunasiga tegishdan oldin ruxsat va hujjat masalasini hal qiling. 3-guruh ijaraga beruvchilar. Siz kvartirani ijaraga berdingiz. Ijarachi gazdan foydalanadi. Lekin abonent sizning nomingizda. Agar ijarachi plombaga tegsa, noqonuniy ulanish qilsa, qarzdorlik chiqarsa, gaz tashkiloti avval abonentni topadi. Keyin siz ijarachi bilan alohida tortishasiz. Shuning uchun ijara shartnomasida kommunal to'lovlar, hisoblagich ko'rsatkichlari, plomba holati va javobgarlik aniq yozilishi kerak. 4-guruh uzoq vaqt uyda yashamaganlar. Masalan, odam chet elda bo'ladi. Kvartira bo'sh turadi, qarindoshi qarab turadi. Gaz hisoblagichi ko'rsatkichlari topshirilmaydi. Tekshiruv muddati o'tib ketadi. Xabarnomalar e'tiborsiz qoladi. Keyin odam qaytib kelganda katta qarz yoki tekshiruv talabi bilan duch keladi. Agar siz uzoqda bo'lsangiz, ishonchli odamga kommunal masalalarni nazorat qilishni topshiring. Agar sizda hamma hujjatlar joyida bo'lsa, hisoblagich plombasi butun bo'lsa, ko'rsatkichlarni muntazam topshirib kelgan bo'lsangiz, qarzdorlik bo'lmasa, gaz uskunalariga ruxsatsiz tegmagan bo'lsangiz, vahima qilish shart emas. Gaz xodimi kelishi avtomatik ravishda jarima degani emas. Tekshiruvning o'zi normal jarayon. Muammo tekshiruv emas, muammo tekshiruvda aniqlangan holat va unga sizning noto'g'ri munosabatingiz. Masalan, sizga xodim kelib, hisoblagichni reja asosida tekshiramiz desa, bu odatiy holat bo'lishi mumkin. Siz hujjatini so'raysiz, xizmat guvohnomasini ko'rasiz, nima sababdan kelganini aniqlaysiz, dalolatnoma tuzilsa o'qib chiqasiz. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, imzo qo'yishingiz mumkin. Lekin agar dalolatnomada siz rozi bo'lmagan jumla bo'lsa, masalan, abonent plombani buzgan deb yozilsa, siz buni o'qimasdan imzolamasligingiz kerak. Imzo bu shunchaki rasmiyatchilik emas, keyingi bahslarda muhim dalil. Birinchi misol, bir oila kvartira sotib oladi. Oldingi egasi kommunal to'lovlar toza deydi. Yangi egalar ko'chib kiradi, 3 oy yashaydi. Gaz xodimlari kelib hisoblagichdagi plomba raqami hujjatdagi raqamga mos emasligini aytadi. Dalolatnoma tuziladi. Yangi egalar eski egani topa olmaydi. Natijada ular gaz tashkilotiga ariza yozib oldi sotdi sanasini, uy qabul qilingan kundagi hisoblagich ko'rsatkichini, mavjud hujjatlarni ko'rsatishga majbur bo'ladi. Agar ular uyni qabul qilgan paytda hisoblagich rasmini, plomba rasmi ko'rsatkichni suratga olganda, vaziyatni isbotlash ancha oson bo'lardi. Ikkinchi misol, hovlida yashovchi odam qishda gaz bosimi past bo'lgani uchun qo'shimcha isitish moslamasi ulaydi. U hamma shunday qilyapti deb o'ylaydi. Lekin qo'shimcha ulanish hujjatsiz bo'ladi. Tekshiruvda bu aniqlanadi. Gaz tashkiloti qo'shimcha sarfni hisoblaydi. Qoidabuzarlik bo'yicha jarima yoki zarar hisoblash masalasi ko'tariladi. Odam men faqat bolalar sovuq o'tmasin degandim dedi. Insoniy jihatdan tushunsa bo'ladi, lekin huquqiy jihatdan ruxsatsiz ulanish xavfli. Ayniqsa gaz xavfsizlik masalasi bo'lgani uchun bu yerda tartib qattiq. 3-misol. Ijarachi kvartirada yashaydi, gaz to'lovlarini vaqtida qilmaydi. Uy egasi esa o'zi to'laydi deb ishonadi. 1 yil o'tib qarz 3 million so'm, keyin penya yoki boshqa hisob kitoblar bilan yanada oshadi. Gaz uziladi. Uy egasi ijarachini chiqarib yuboradi, lekin qarz abonent hisobida qoladi. Agar shartnomada kommunal to'lovlar bo'yicha aniq band, har oy ko'rsatkichni topshirish, to'lov cheklarini yuborish majburiyati bo'lganda, uy egasi o'zini himoya qilgan bo'lardi. 4-misol. Gaz xodimlari kelganda uyda keksa ona bo'ladi. Xodimlar dalolatnoma tuzadi. Ona nima yozilganini tushunmay imzo qo'yadi. Keyin farzandlari kelib qarasa,
hujjatda plomba buzilgani va abonent ishtirokida aniqlangani yozilgan. Endi buni rad etish qiyinlashadi. Shuning uchun men hamma oilalarga aytaman. Uyda yoshi katta insonlar bo'lsa, ularga tushuntiring. Hech qanday dalolatnomani farzandlar yoki tushunadigan odam bilan maslahatlashmasdan imzolamasin. Endi juda muhim nozik jihatlar bor. Birinchisi, har qanday katta summa darhol qonuniy degani emas. Agar sizga 7500 so'm yoki undan ham katta miqdor aytilsa, darhol vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Siz hisob kitob asosini so'rashingiz kerak. Qaysi davr uchun hisoblangan, qaysi me'yor bo'yicha, qaysi dalolatnoma asosida, qaysi qoidabuzarlik qayd etilgan, hisoblagich yechib olinganmi, ekspertiza bo'lganmi? Plomba bo'yicha fotosurat bormi, guvohlar bormi? Bularning hammasi muhim. Ikkinchi nozik jihat, gaz xodimi ham xato qilishi mumkin. Men buni aytishdan qo'rqmayman. Har bir xodim yomon niyatda degani emas, lekin inson omili bor. Raqam noto'g'ri yozilishi mumkin. Plomba raqami chalkashishi mumkin. Eski bazadagi ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Bir abonentning qarzi boshqasiga aralashib ketishi mumkin. Shuning uchun siz hujjat so'rasangiz, aniqlik kiritsangiz, bu janjal qilish emas. Bu o'z huquqingizni himoya qilish. Uchinchi nozik jihat, dalolatnomaga izoh yozish huquqi. Agar siz dalolatnomadagi holatga rozi bo'lmasangiz, shunchaki imzo qo'ymayman deb ketib qolish har doim ham eng yaxshi yo'l emas. Ba'zan dalolatnomaga mazkur holatga rozi emasman, plomba buzilmagan deb hisoblayman. Qo'shimcha tekshiruv va ekspertiza talab qilaman degan mazmunda izoh yozish kerak bo'ladi. Albatta vaziyatga qarab harakat qilinadi. Lekin asosiy qoida, siz rozi bo'lmagan narsaga jim imzo qo'ymang. 4-nozik jihat. Gazni o'zboshimchalik bilan qayta ulash. Agar gaz qarz yoki xavfsizlik sababli uzilgan bo'lsa, uni o'zingiz qayta ulash juda xavfli. Bu nafaqat yangi jarima yoki qo'shimcha hisob-kitobga, balki xavfsizlikka ham zarar yetkazadi. Gaz portlash xavfi bor resurs. Shuning uchun faqat vakolatli mutaxassis orqali hujjat bilan ulanish kerak. 5-nozik jihat, sudgacha hal qilish imkoniyati. Ko'pchilik odamlar gaz tashkiloti bilan baxt chiqsa darhol bo'ldi. Yutqazdim deb o'ylaydi. Aslida avval yozma murojaat, qayta hisob-kitob so'rovi, tekshiruv natijalarini talab qilish, yuqori tashkilotga shikoyat, iste'molchi huquqlari bo'yicha murojaat qilish kabi yo'llar bor. Muhimi hammasini og'zaki emas, yozma qiling. Telefon orqali xo'p ko'rib chiqamiz degan gap ertaga dalil bo'lmaydi. Ariza, kirim raqami, javob xati esa dalil bo'ladi. Endi men sizga aniq harakat rejasini aytaman. Birinchi qadam. Hoziroq uyingizdagi gaz hisoblagichini tekshiring. Ko'rsatkichni suratga oling, plomba holatini suratga oling. Plomba raqami ko'rinsa alohida suratga oling. Suratlarda sana saqlanib qolsa yaxshi. Bu profilaktika. Bugun muammo yo'q bo'lsa ham, ertaga baxt chiqsa, sizda dastlabki dalil bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni bir joyga yig'ing. Gaz ta'minoti shartnomasi, hisoblagich o'rnatilgan dalolatnoma, plomba qo'yilgan hujjat, oxirgi metrologik tekshiruv hujjati, to'lov cheklari, qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumot. Agar uy yangi olingan bo'lsa, oldi sotdi shartnomasi va uy qabul qilingan kundagi ko'rsatkich. Bular alohida papkada tursin. Men ko'p hollarda ko'rganman. Odam haq, lekin hujjatini topa olmaydi. Hujjat bo'lmasa, haqligingizni isbotlash qiyinlashadi. 3-qadam, gaz xodimlari kelganda ularning xizmat guvohnomasini so'rang. Bu odobsizlik emas. Siz uyingizga kim kirayotganini bilishingiz kerak. Qaysi tashkilotdan nima maqsadda, qaysi topshiriq yoki reja asosida kelganini so'rang. Agar hisoblagich yechib olinadigan bo'lsa, albatta dalolatnoma tuzilishi, hisoblagich ko'rsatkichi yozilishi, plomba holati qayd etilishi, sizga nusxa berilishi kerak. 4-qadam, dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Har bir qatorni o'qing, keyin tushuntiramiz. Tezroq imzo qo'ying. Bu oddiy rasmiyatchilik degan gaplarga uchmang. Agar tushunmasangiz, men hujjatni o'qib, tushunib keyin imzo qo'yaman deng. Agar dalolatnoma rus tilida yoki siz to'liq tushunmaydigan shaklda bo'lsa, tushuntirish talab qiling. Siz nimaga imzo qo'yayotganingizni bilishingiz shart. 5-qadam, rozi bo'lmagan joyingizga yozma izoh kiriting. Masalan, plomba buzilgan degan xulosaga rozi emasman. Hisoblagichga men tomonidan aralashuv bo'lmagan. Qayta tekshiruv talab qilaman. Dalolatnoma nusxasini oldim, lekin ko'rsatilgan holatlarga e'tirozim bor degan mazmunda yozish mumkin. Eng muhimi, e'tirozingiz hujjatda aks etsin. Og'zaki aytgan gap keyin yo'qoladi. 6-qadam,
Agar sizga katta summa hisoblangan bo'lsa, darhol yozma ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lsin: men falon manzildagi abonent sifatida menga hisoblangan summa bo'yicha batafsil hisob-kitob asosini, qaysi davr uchun va qaysi normativga ko'ra hisoblanganini, dalolatnoma nusxasini, fotosurat va ekspertiza materiallarini taqdim etishingizni so'rayman. Agar qarzdorlikka e'tirozingiz bo'lsa, qayta ko'rib chiqishni so'rang. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bittasiga kirim raqami qo'ydiring yoki elektron tarzda yuborsangiz, yuborilganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. 7-qadam, uy sotib olayotganda kommunal audit qiling. Bu so'z murakkab eshitiladi, lekin mazmuni oddiy. Gaz, elektr, suv, issiqlik bo'yicha qarz yo'qligini tekshiring. Hisoblagich ko'rsatkichlarini yozib oling. Plomba suratlarini oling. Sotuvchi bilan topshirish qabul qilish dalolatnomasida gaz hisoblagich ko'rsatkichi falon, plomba holati butun, kommunal qarzdorlik mavjud emas degan mazmunda yozing. Bu hujjat keyin sizni himoya qiladi. 8-qadam. Ijaraga berayotgan bo'lsangiz shartnomani jiddiy tuzing. Har oy oxirida hisoblagich ko'rsatkichi suratga olinadi. To'lov cheki uy egasiga yuboriladi. Gaz uskunalariga ruxsatsiz tegish taqiqlanadi. Qarzdorlik yuzaga kelsa ijarachi javobgar bo'ladi degan bandlar bo'lsin. Bu oddiy bandlar kelajakda katta janjalni oldini oladi. 9-qadam. Ta'mir oldidan gaz tashkilotiga murojaat qiling. Agar plitani ko'chirmoqchi bo'lsangiz, kotel o'rnatmoqchi bo'lsangiz, quvurni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avval ruxsat va texnik shart masalasini aniqlang. Qo'shnim ham shunday qilgan degan dalil sizni himoya qilmaydi. Har bir xonadonning texnik holati boshqacha bo'lishi mumkin. 10-qadam. Qarzdorlikni nazorat qiling. Mobil ilova, shaxsiy kabinet, to'lov tizimlari orqali hisobingizni tekshirib turing. Ba'zan kichik qarz vaqtida bilinmaydi. Keyin yig'ilib katta summaga aylanadi. Agar noto'g'ri qarz ko'rsangiz, darhol yozma murojaat qiling. Keyin to'g'rilanib ketar deb kutmang. Endi eng qo'rqinchli savolga kelaman. Gaz bo'yicha jarima yoki qarz sabab kvartirani yo'qotish mumkinmi? Oddiy qilib aytsam, jarima chiqdi degani ertaga uyingizni olib qo'yishadi degani emas. Lekin qarz sud tartibida undiriladigan darajaga chiqsa, ijro jarayoni boshlansa, mol-mulkka taqiq qo'yilishi, sotish yoki rasmiylashtirish cheklanishi, ayrim og'ir holatlarda undirish mol-mulkka qaratilishi mumkin. Shuning uchun xavf jarimaning o'zida emas, jarimaga befarq qarashda. Masalan, odamga 7500 ming so'm hisoblandi. U baribir to'lamayman deb yurdi. Ariza yozmadi, hisob-kitobni so'ramadi, sudga e'tiroz bildirmadi, xabarnomalarni olmadi. Keyin sud qarori chiqdi, ijro ishi ochildi. Endi vaziyat ancha qiyinlashadi. Agar u boshida hujjatlarni so'raganda, e'tiroz yozganda, qayta hisob-kitob talab qilganda, kelishuv yoki bo'lib to'lash masalasini ko'targanda, muammo yengilroq hal bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun men sizga shuni aytaman. Katta summa chiqsa, 3 ta narsani qiling. Birinchisi hujjatlarni oling, ikkinchisi yozma e'tiroz bildiring. Uchinchisi muddatlarni o'tkazib yubormang. Suddan xat kelsa, e'tiborsiz qoldirmang. Sud majlisiga boring yoki vakil yuboring. Qaror chiqqandan keyin afsuslanishdan ko'ra, jarayon boshida faol bo'lish ancha foydali. Bugun men sizga gaz hisoblagichi tekshiruvi, plomba, dalolatnoma, jarima, qarzdorlik va uy-joyga xavf qanday paydo bo'lishini batafsil tushuntirdim. Asosiy fikr bitta: gaz masalasida beparvolik qilmang. Hisoblagichni suratga oling, hujjatlarni saqlang, dalolatnomani o'qing. Rozi bo'lmasangiz yozma izoh qoldiring. Katta summa chiqsa og'zaki bahs bilan cheklanmang. Rasmiy ariza bering. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizni tayyor bo'lishga chaqiryapman. Chunki tayyor odamni aldash qiyin. Tayyor odam huquqini himoya qila oladi. Tayyor odam bitta imzo bilan katta muammoga kirib qolmaydi. Sizda ham gaz hisoblagichi, plomba, jarima yoki gaz tashkiloti bilan bog'liq voqea bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda olsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir kun kelib kimningdir pulini, asabini va hatto uy-joyini saqlab qolishi mumkin.